17 milliongacha, 17 milliongacha edi. Hozir mana aprel oyidan boshlab 30 milliongacha bo'ldi 27%dan. Kaç foiz? 27%dan. Bu Ya 17 milyon deyin kam foiz-ku. 17 milyon Ya kam bu foiz. mahallasi farqlimi? 17 millionlik kam foiz. Kam foizli bo'lsa bor 17,5%. Maysilik yo'nalishiga. Ha, shunday. 50 milliongacha 100 milliongacha kafillikka. 100 milliongacha garov yo'nalishiga. Bu 50 milyon maysilikka deyken kredit olayotganim ichida o'qimagan bo'lsam kafil. Shunday jismoniy shaxslarga, Jismoniy kafillik egasiga beriladi. Men masalan kafil bo'lsam, Shunday jismoniy shaxsga beriladi. olaveraman. Shunday. Keyin buni xabarovsk dasturimiz bor. 100 milliongacha sug'urta kafillik evaziga Foizi qanday? foizi 20% dan sertifikat evaziga beriladi. O'qib kelgan. Ayol tadbirkorlar. Bunaqa masalan 100 millionlik maysilik uchun naqd beryapti, shuni foizi 17,5%. 17,5%. Sug'urta bo'lsa bo'ladimi? Garovga 100 million. Qanday garov? Mashina qo'ysa bo'ladi. Mashina 2021dan beri dedi. 20-yilda 21dan tepa. Maysilik yo'nalish bo'yicha nima bor?